Assalomu alaykum hammaga. Darsimizni boshladik. Bugungi darsda nimalar bilan tanishamiz? Xo'sh, Python'ni o'zini funksiyalari bor. Shular bilan bir nechtasi bilan tanishib o'tamiz. Bular id, type va dir funksiyalari va keyinchalik ikkita teng va is ni farqlarini ham ko'ramiz. Ya'ni ikkalasi ham obyektlarni va o'zgaruvchilarni bir-biriga tenglashtirish, taqqoslashtirish uchun ishlatiladi. Ularni lekin farqlari va ishlatiladigan joylari bor. Is not va teng emas, yo teng yo is shularni. Xo'sh, birinchi id obyektning xotiradagi manzilni ko'rsatadi. Misol uchun biz bu yerga a deganga 10 qiymat va b degan o'zgaruvchiga 23 degan qiymat va print qilib chop qilaylik. id shunchaki id bo'ladi, a va keyin b nikini. Ya'ni obyekt xotirada, ya'ni a degan a teng 10 deb a degan o'zgaruvchiga 10 degan qiymatni qo'yib qo'ydik va bu xotirada quyidagi manzilda saqlanyapti. Va ikkinchi b o'zgaruvchimiz 23 o'zgaruvchisi mana bu manzilda saqlanyapti xotirada. Shu endi misol uchun agar mabodo c teng a qilsakchi, ya'ni c degan o'zgaruvchini olib va unga a ning qiymatini yuklab qo'ysak va print qilib yana c niki. Xo'sh, 08 mana bu bilan, ya'ni tepadagi teng. Ya'ni xotiradan ajratilgan joy, ya'ni xotiradagi olgan o'rni teng. Ya'ni biz xotiradan a degan o'zgaruvchiga 10 ni berdik va aynan shuni yana s degan o'zgaruvchiga tenglab qo'ydik. Ya'ni deyarli bir xil. Ya'ni xotiradan o'sha 10 degan o'zgaruvchini xotiradagi turgan o'rnini qaytaryapti c ham. Ya'ni c a ga teng bo'lganligi uchun. Va undan tashqari biz qanaqadir listlar list, ya'ni xotirada saqlangan o'rinlarni ko'rish mumkin. Mana, ya'ni d va f listlarning xotirada saqlangan o'rni. Keyin bizda type degan funksiyasi bor. Keyingi tanishtiradigan o'rganishimiz kerak bo'lgan. O'zgaruvchining qaysi turga tegishli ekanligini bizga ko'rsatib beradi. Ya'ni oldingi mavzularda ham o'tgandik, yana ko'rib chiqamiz. Xo'sh, print misol uchun type va a ning qiymatini chop qilsin. Va bizga d ni mana bu yerda int va class d ni qiymatini ham int, ya'ni bu yerda sonlar. Misol uchun s deb salom degan o'zgaruvchini beraylik va c ning qiymatini ko'raylik. String, ya'ni type, ya'ni o'zgaruvchini qaysi type turiga tegishli ekanligini tekshirib beradi. Keyingi funksiya dir funksiyasi bor. Obyektning ichidagi imkoniyatlarni biz ko'rishimiz mumkin. Buning uchun print misol uchun dir va biz string beraylik.
Okey. Bizga nima chiqarib berdi? Mana bu printni javobi mana bunday. Ya'ni, stringni ustida qanday amallar bajara olishimiz mumkin? Ya'ni qanday qo'shimcha amallar, imkoniyatlar bor. String o'tganda bularni bir nechtasi bilan tanishib chiqqandik. Misol uchun swap case bor edi, title bor edi. Har bir so'zni bosh harfini katta qiladi. Upper bor edi. Va mana bu yerdagi random metodlardan ham foydalanib ketilsa bo'larkan. Ya'ni dir funksiyasi shunday. Endi listnikini berib ko'raylik. Misol uchun d ni bersak. Listning copy, count, extend, index, insert, pop, remove, reverse, sort. Append va clear degan funksiyalari bor va undan tashqari mana bu yerda add, class va class getTime degan random metodlardan ham listda foydalanib ketsak bo'larkan. Ya'ni listning shu funksiyalari, ya'ni xususiyatlari, imkoniyatlari bor ekan. Dir funksiyaning vazifasi shu. Ya'ni biz qaysidir misol uchun aytaylik, kod yozyapsiz. List ustida ishlayapsizda, list ustida qanday amalni bajarishingiz kerak. O'shani siz qilmay qoldingiz, masalan, esingizdan chiqib ketib qoldi. Internetga kirib qidiruvdan, Google Searchdan yoki internetdan ham topsa bo'ladi. Aynan kod editorda eslab qarab qolish uchun aynan shu funksiya ham ancha qo'l keladi. Okey, endi is va ikki teng farqi, ya'ni bular mana bunday bittasi va keyingisi bunday, ya'ni ikkita teng. Bularning farqi nima? Ikkita teng qiymatni bir-biriga solishtiradi. Misol uchun biz boya ikkita list e'lon qildik. Print bu yerda ikkita listimiz bor va shuni tenglaylik. D tengmi F ga. False qiymat qaytdi. Bularni izoh qilib turamiz. False qiymat qaytdi. Mana bu yerda bizga false qiymat qaytdi. Ya'ni bu bunga teng emas. Kelinglar bu yerda yana bitta k degan o'zgaruvchiga listning qiymatlarini yuklaylik. True. Ya'ni k bilan f ning qiymati, ya'ni bir xil bo'lganligi uchun true qaytdi. Endi shu yerda is ni ishlatadigan bo'lsak, xotiradagi obyektni bir-biriga teng yoki teng emasligini solishtiradi, ya'ni is. Misol uchun endi bu yerga aynan isni qo'llaydigan bo'lsak, bizga false qiymat qaytdi. Bu teng va bu ikkalasining qiymatlari teng, lekin xotiradagi turgan o'rni har xil. Shuni hisobiga, ya'ni obyektning qiymati bir xil va lekin obyekt har xil. Ya'ni bittasi Hasan, mana bu Hasan, mana bu Husan desak ham turishi, yurishi, chehrasi hammasi o'xshash bo'lishi mumkin, lekin ikkita odam, ya'ni ikkita obyekt misolida
ya'ni is shunga tekshiradi. Misol uchun yanayam soddaloq qiladigan bo'lsak, A ga 10 qiymat beraylik. Xo'sh, B ga 20 va A ga C ga A ning qiymatini beraylik. Endi print qilib har biriniki va print ya'ni bizda qanday o'zgarish bo'lyapti? Mana bu A dan chiqqan qiymat, mana bu ya'ni xotiradagi turgan o'rni A qiymati va bu B niki va B degan o'zgaruvchiga mana bu yerda boshqa qiymat berganmiz va C degan o'zgaruvchi qilib C ga xuddi A ni berib qo'ydik va bu mana bu yerdagi A ning qiymati bilan, ya'ni xotiradagi turgan o'rni idsi adresi bilan bir xil. Va mana bu yerdagi va A va B, ya'ni A ning idsi bilan B ning idsi har xil bo'lgani uchun va mana bu yerda A ning idsi va bu B ning idsi har xil bo'lgani uchun bizga false qiymat qaytdi. Ya'ni false qiymat qaytdi. Agar bu yerda A va buni C qildik va o'z navbatida C ning adresi ham A ning adresiga teng edi, xotiradagi adresiga, va bu true qaytdi. Ya'ni ikkita teng obyektning qiymatlarini tengmi, teng emasmi? Shuni. Is esa obyektni, aynan obyektni teng yoki teng emasligini solishtiradi. Bugungi dars uchun shular. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi darsda ko'rishguncha